Masalan, menga bir voqea aytib berishganda, menga shu qattiq ta'sir qildi. Bir yigit uylangan ekan. O'zini ayolini juda yaxshi ko'rar ekan. Shu ishlash maqsadida Moskvaga ketgan ekan xullas. Shu yerda qurilishda ishlar ekan. Endi oilamni boqay deb o'sha rizq sababi bilan ketgan ekan. Ayoli uchun harakat qilgan deydi. Qurilishda ishlayotganda tepadan yiqilib o'lgan ekan xullas. Keyin uni mayitni yuborishgan O'zbekistonga qaytarib. Xullas uni ko'mishgan bu yerda. O'sha ko'mgan birodarlar aytayotdiki, endi birodari ko'mdik deydi, do'stimizni deydi. Ayol endi yosh deydi, beva qolib ketdi deydi. Qiynalib qolgan deydi. Uni bari uylanish kerak kimdir deydi. Birodarlardan bittasi uylandi unga deydi. Dunyoning haqirligini, bevafoligini o'ylab qoldim dedi, deyapti-da. Haqiqatan dunyo bir bevafo narsa-da. Masalan, o'sha yigit qancha ayoli uchun ishlayman deb ketdi-ku o'sha yerga. Shu narsa uchun harakat, shu yo'l o'lib ketdi hattoki. Lekin deydi, o'sha ayol hozir boshqasini quchog'ida yotibdi deyapti. Endi bu dunyo shunaqa narsaki, bizdan qolib ketadigan narsa ekanda. Biz bugun muhabbat qo'ygan narsa